Aqto'da yangi dunyo rekordi o'rnatish va tarix sahifasidan joy olish mo'ljallanyapti. Buning uchun 22 mart kuni Kaspiy dengizi sohilida o'tkaziladigan Best Fest Navro'z festivalida milliy libos kiygan 5000 nafar yurtdoshimiz to'planadi. Bu yutuqni qayd etish uchun Ginnes kitobi vakili tashrif buyurishi kutilyapti. Tashkilotchilar fikricha, bu voqea barchaga xush kayfiyat berishi bilan birga madaniyatimizning o'ziga xosligi va go'zalligini dunyoga namoyish etadi. Milliy madaniyatga e'tiborni tortadi, turizm rivojlanishiga yordam beradi. Best Fest Navro'z jobasining basты maqsadi eskini жаңғыртып. Best Fest Navro'z festivalidan asosiy maqsad boy ma'naviyatimiz va tarixiy merosimizni dunyoga taqdim etish. 22 mart kuni bu voqeaga guvoh bo'lish niyatida Qozog'istonga birinchi marta Buyuk Britaniyadan Ginnes rekordlar kitobi shtabi vakillari keladi. Ushbu voqea boy madaniyatimizni dunyoga namoyish etish imkonini beradi. Тек маңғыстаулықтардың емес, бұл жалпы Қазақстанның ұлттың мәселесі, әлемге жақсы жағынан өзіміздің терең тарихымызды көрсететін кез.